Assalomu alaykum. Men Dilmurodov Sherzod, Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot institutining urug'chilik va milliy yemak laboratoriyasi mudiriman. Hozirda institutga tegishli bo'lgan sug'oriladigan maydonlarda o'sha boshaqdon ekinlarini urug'chilik maydonida turibmiz. Bu yerda mana shu Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti tomonidan yaratilgan yangi navlar sinovdan o'tkazilmoqda. Seleksiyaning asosiy yo'nalishlaridan biri bu erta pishar navlar yaratish hisoblanadi. Erta pishar navlarning eng afzal xususiyatlaridan biri bu o'sha issiq vaqtlarga qolmasdan, demak donni to'liq rivojlantirish va sifatini yuqori bo'lishiga olib keladi. Shuningdek, ekin maydonlarini erta muddatlarda o'sha bo'shatish natijasida yiliga 2-3 marta hosil yetishtirish imkonini beradi. Mana shu yo'nalishda erta pishar navlar yaratish doirasida ham keng qamrovli tadqiqotlar olib borilyapti. Bu borada o'sha kuzgi yumshoq bug'doy, bahorgi yumshoq bug'doy, tritikali arpa navlarini, erta pishar navlari yaratilgan. Mana hozir dala maydonida tritikalining yangi yaratilgan, yangi asr navini ko'rib turibmiz. Mana shu navimiz demak 31-mart sanasida boshoqlash fazasiga o'tish boshlandi. Hozirgi kunda boshoqlash fazasi rivojlanmoqda. Bu demak kelasi 45-50 kunda donlari to'liq pishib yetiladi va o'sha bu tritikali maydondan, bo'shagan maydondan takroriy ekinlar yetishtirishga imkoniyat yaratiladi.